Masalan, mana deylik, uyiga 3 kilovatlik tok to'lab olibdi, 3 fazani. Kechasi bilan yog'och tilib chiqadi. Halol ish. Yog'ochlab kelib, reka qilib sotyapti. Halol ish o'zini uyida. Ammo qo'shnilarga ozor shovqini. Demak, aralashib qolyapti shu yerda. Biz bu yerda aroq sotayotganimiz yo'q, tarozdan urayotganimiz yo'q, yoki shunga o'xshagan haromligi aniq bo'lgan ishlarni qilmayapmiz, alhamdulillah. Endi shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Yoki bo'lmasam, mahallaning ichida 30 ta buqa boqyapti bu uyning ichida biroq. Kallalarni qimlatyapsizlar. Borsha keladi qo'shinlarnikida. Kidiga, pashasiga, boshqasiga chida bo'lmaydigan darajada. Birodar, shuni ko'chib boshqa yerda boqing desa, men halol ish qilyapman, o'zimni uyimda qilyapman, ishingiz bo'lmasin deydi. Mana shuni ham topganiga harom aralashyapti. Uyda molni, o'sha bir biznes uchun boqayotgan, bitta mol hech narsa emas. Qishloq joyda bittadan mol bo'ladi, polibonmi bo'ladi, u unaqa hidi katta bo'lmaydi. Ammo bu biz aytayotgan biznes qilib boqayotganlar, shu narsaga e'tibor beringlar.